Assalomu alaykum. 7,5 kW 200 diametrli turbani qayta uстановка jarayonini yakunladik. Mana suv chiqishi ikkita, o'yda bitta bor, to'rtta. Suvlar ko'p ishlashlari juda ko'ngildagidek o'zgarish berdi. Mana suvimiz ishlayapti. Latok to'la. 200 diametr. Qayta uстановка jarayoni. Xudo xolasa ko'ngilda ish berdi. Mana ishlat, yurgizib qo'ydik, tayyorlab. Ishlarni almashtirdik. Qolgan joylar o'zida, turbalar o'zida, motorlarni yechib olib, atotlarni qayta yig'ib, qayta o'rnatdik. Xizmat esa aloqadamiz.